Hammaga salom. Ushbu videoda siz Binance birjasida birinchi futures savdosini qanday ochishni, shuningdek, ro'yxatdan o'tish bonusini qanday olishni o'rganasiz. Men buni tez va sodda tushuntirishga harakat qilaman. Agar siz allaqachon hisob yaratgan bo'lsangiz, ushbu videoda ko'rsatilgandek, naqd pul qaytarib olish bonusingiz faol ekanligiga ishonch hosil qilish uchun uni ochirib, yangisini yaratishingiz mumkin. Agar sizda hisob bo'lmasa, to'g'ridan to'g'ri ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Ro'yxatdan o'tish shakliga o'ting. Elektron pochtangizni kiriting. Keyin siz inson ekanligingizni tasdiqlashingiz kerak. Keyin siz hozirgina ko'rsatgan elektron pochta manzilingizga yuboriladigan kod yordamida elektron pochtangizni tasdiqlashingiz kerak. Keyin siz parol bilan kelishingiz kerak. Keyin juda muhim qadam, ushbu sahifada siz video ostidagi tavsifda bo'ladigan bonus kodini kiritishingiz kerak. Ushbu kod sizga spot savdo paytida 20 naqd pul qaytarib berish bonusini beradi. Shundan so'ng hisobingizni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Xavotir olmang, bu tez va intuitiv jarayon. Tasdiqlangandan so'ng savdo hisobingiz faollashtiriladi va qolgan narsa balansingizni to'ldirish va futureslar bilan savdo qilishni boshlash. Balansingizni to'ldirish uchun deposit tugmasini bosing va qulay to'ldirish usulini tanlang. P2P'dan foydalanish yaxshidir. Bu yerda siz summani dollarda ko'rsatishingiz va o'zingiz uchun qulay to'lov usulini tanlashingiz kerak. Quyida keltirilgan variantlardan nafaqat valyuta kursini, balki reytingni ham hisobga oling. Keyin sizga mos keladigan variantni tanlashingiz va bu ust tugmasini bosishingiz kerak. Ust yoki Tether eng katta stablecoin bo'lib, AQSh dollariga bir nisbatda bog'langan va uning raqamli ekvivalenti bo'lib xizmat qiladi. Videoda keyinroq ko'rsatilganidek, bizga futureslarni sotib olish va sotish uchun ust kerak bo'ladi. Bu ust tugmasini bosgandan so'ng, siz intuitiv ko'rsatmalarga muvofiq to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Men buni hozir qilmayman, chunki mening balansimda allaqachon ust bor. Nihoyat, transferit, notifiseller tugmasini bosishni unutmang. Sotuvchi to'lovni olganini tasdiqlagandan so'ng, mablag'lar sizning hisobingizga o'tkaziladi. Ust sizning funding hisobingizga kelib tushgandan so'ng, ularni futures hisobingizga o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun futures savdosi bo'limiga o'ting. Tugmani toping transfer. Keyin qayerdan o'tkazishni tanlang. Funding va qayerda? Ustim futures. Bo'ldi, mablag'laringiz endi futures hisobingizda. Endi siz birinchi savdoni amalga oshirishingiz mumkin. Keling, Bitcoin futureslarni sotib olaylik. Men sizga eng oddiy misolni ko'rsataman. Birinchidan, biz leveragini tanlashimiz kerak. Biz ikki xil leveragini tanlaymiz, chunki leveraga qancha past bo'lsa, barcha pulingizni yo'qotish ehtimoli shuncha past bo'ladi. Endi biz pozitsiyani yuqoriga yoki pastga ochishni hal qilishimiz kerak. Keling, uzoq pozitsiyani ochamiz, ya'ni Bitcoin ko'tariladi va biz foyda olamiz deb taxmin qilamiz. Endi biz sotib olish narxini belgilashimiz kerak. Qulaylik uchun mavjud narxlarni bosing. Ikki xil leveragi bilan pozitsiyani to'liq leveraga qilish uchun 100 hajmni tanlang va bu ilon tugmasini bosing. Bo'ldi. Bizning savdomiz ochiq. Biroz vaqt o'tgach, biz narxning ko'tarilganini ko'ramiz va endi biz pozitsiyamizni yopib, foydamizni qulflashimiz kerak. Buning uchun market tugmasini bosing. Tabriklaymiz, siz foydangizni qulfladingiz. Bu videoni yakunlaydi. Agar sizda biron bir savol bo'lsa, iltimos, izoh qoldiring, men yordam berishga harakat qilaman. Hammaga xayr.